Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Yaxshimisiz bolam? Tinchmisiz? Rahmat, yaxshiman. Nima bo'ldi? Parishon ko'rinasiz. Nimadir qiynayaptimi sizni bolam? Qiynalyapman. Sezgir odam ekansiz. Yuragida dardi bor odamni anglash qiyin emas. İstasangiz biroz suhbatlashamiz. Yuring bolam. Agar vaqtingiz bo'lsa yo'q demasdim. Bemalol yuring bolam. İlahi amin. Egam Allohim, o'tganlarimizni rahmatingga olgin, qolganlarimizni salomat qilgin. Shu qabristonda yotgan barcha mo'min, mo'minot, iymon egalarini Alloh rahmatingga olgin. Sizni marhuma jufti halolingizni, zaifangizni ham egam Alloh oxiratini obod eylesin. Allohu akbar. Amin. Bolam, sevgan ayolidan ajralishlik juda og'ir musibatdir. Og'ir musibat. Hattoki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ham ayollari Hadicha onamiz dunyodan o'tganlarida Peygamberimiz nima degan ekanlar? Bu yil menga g'am yili bo'ldi degan ekanlar. Otaxon, deyarli har kuni tushimga kiradi. Nima qilishga ham hayronman. Har kuni tushingizga kirayotgan bo'lsa, bechorani ruhi bezovda bo'lsa kerak. Nima qilishimni maslahat berasiz? O'lmasdan oldin unga va'da bergandim. Shunga shama qilayotgandek tuyulyapti. Qanaqa va'da ekan? Nimasini aytay? Tirikligida meni dugonasiga uylantirish uchun uchrashtirgan. Unga uylanishim uchun roziligimni olgan. Tushunarli. Men esa va'da berganman. Tushunarli. Cennet ayol ekan. Allah rahmet qilsin. Cennetdagi darajalarni ulug' qilsin. Bu zaifangizni ham. Qaysi bir ayol kim erini roziligini olgan bo'lsa, o'sha ayol Allohning 8 jannatini xohlagani eshigidan kiraversin deganlar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Agar o'ylamasangiz sizdan rozi bo'lmayman degandi. Rahmatli sizni va bolalaringizni o'ylagan ekandi bechora. Shunga boshim qotib qoldi. Uyga kirsam hamma joyda uni chehrasini ko'ryapman. Nima qilsam o't ishlanar ekan, shuni o'ylayapman. Birinchi o'rinda duo. Besh vaqt namozingizda haqqiga duo qiling zaifana. Duo yetib boradi inshaalloh. Agar imkoningiz bo'lsa, va'dangizni bajaring. Rahmatlining ruhi shunda tinchlasa kerak inshaalloh. Shunday qilsam yaxshi bo'larmikin? Inshaalloh, yaxshi bo'ladi inshaalloh. Axir otaxon, men yuragimga ayolimdan boshqasi sig'maydi. Ahvolingizni tushunib turibman, aylab turibman bolam. Bu Allohning sinovidir. Ba'zida yaratgan egam Allohni esdan chiqarib qo'yamiz, unutib qo'yamiz. Ana shunday yaratgan egam Parvardigor olam bizdan suyukli narsamizni bu dunyoda sug'urib oladi. Bizni sinaydi, imtihon qiladi. Biz esa ojizlik qilmasligimiz kerak. O'zimizni qo'lga olishimiz zarur. Rahmat. Ko'nglim biroz bo'lsa ham taskin topdi. Allah zaif ve ocizangizni o'zi g'ariq rahmat shohisiy jannat qilsin. Bolalaringizni kamolini ko'ring. Allohu akbar. Amin. Rahmat.